Fat tabiiy salon tasavvurlar bilan men Arti va Silver Uz. Biz bugün kreativda Qalalar jangini o'tkazamiz do'stlar. to'ppa to'g'ri. Keyin nima qilding? Men hech nima qilganim yo'q. Men oldimga chiqma. Nimaga kirmayapsan? Qaratishga. Qaytadan o'ynash kerak. Bile ne qilding ahmoq. Ketdi. Qani ketdi do'stlar boshladik. Mening ortimdan yur. Sen ozgina qochishlar albatta. Qanday? Ketdi bu yoqqa. Shu yoqda ochiqcha ko'rgandek bo'lgandim. Adashmayotganman. Şimdi Telefonu Arti ahmoq. Sen bilan artefaktga teng bo'lolmaysan. Artefakt bo'lishi. Arti bilan o'ynashma. Sen esa qishloq bilan o'ynashma. Arti bilan o'ynashma. Qishloq Artidan zo'r. Arti qishloqdan. Hali yerda qo'y. Hali yerda qo'y. Hadi kör. Var tanışı var. Bıçaklarda. Yaxshi. Senga bitamiz soat qishloq bilan o'ynashma. Senga bitamiz. Aytgandim-ku mana. Arti. Yo'q. Men oldim. Qani? Nimaga meni kishigim uchyapti? Qani Silver ketdi. Tayyormisan? Men fikrim Mana shu yerda. Men tez yurgizsa. Ya uçup ket. Men boshladim. Qani sen? Bedrock bilan o'ravelaylik. Do'stlarimizning mana shu yerdan bo'lishni boshlaymiz. Qal'aning kattaligi esingdan chiqmasin. 7 blok bo'lishi kerak. Bedrockni qayerdan quryapsan? Ahmoq. Paxmoq. Ha, nimaga kulyapsan paxmoq? bu yo'q meniki. Qaysi yo'q? Bu yo'q. Men hopmay. Menga qo'y. Nima qilamiz? Uy quramiz. Davay. Avvalo qalalar jangi keyin, uylar jangi keyin omborxonalar. Hozir aytaman 14:00. 14:00 oyijon. Ana yordamlash, g'iybatchi. Men g'iybat qilmayman. Hozir kim haqida g'iybat qilyapsan? Hech kim bilan. Hech kim haqida. Hozir mana do'stlar, mana bu bratishkamga aytib qo'yinglar. O'ynasini o'yin bilan Voy bilan tushib ketdi. Qurishasanmi sen bola? Men bor-ku, ana u yoqda. U uzoqdan quramiz, har kim o'z tarafdan. Unaqa bedrock kerak emas. Men qurmoqchiman. Men boshladim unda. Men mana shu yerdan quraman. Men bu yoqdan. Esingda bo'lsin, hamma narsa bedrockdan bo'lishi kerak. Deymi hozir? Lekin seniki bomba portlashiga chidamli bo'lishi kerak. Chinnimisan? Not qo'shmaganmiz. Ular bilan
Oyunuzdagi bombalar bu. Bo'ldi. Ovozingni o'chir, men obunachilar bilan gaplashib, shunaqa. Obunachilar eng birinchi bizga MacBook kerak bo'ladi. Uy qurish uchun albatta. Va qaysi o'yinni yaxshi deysizlar? Agar o'yinlarning qaysi yaxshi bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Sabab siz men bilan gaplasha olmaysiz hozir. Tek, men buni olaman. Menimcha yaxshirog'i uy qurishda kerak eng yaxshisi menimcha shu do'stlar. Qani, endi men bundoq yep. Men mod qo'shganman. Tushundim. Qaranglar do'stlar, Bedrock portlashga chiday oladimi? Buni ham kommentga go. Albatta. Esingdan chiqmasin. Hamma narsang aytgancha birinchi bo'lib uy qurmaysan. Uy quraman. Uy qursang seni o'yindan chiqarib yuboraman. Chiqarish keyin ko'rasan, o'yimga aytaman. O'yinga aytasanmi? Mana shirin to'yim. Menimcha unda uylar jangi nimaroq bo'lish uchun men shundoq qilishimiz yaxshi. Uylar jangi kerakmi? Tek, men buni ham olaman. Do'stlar, kommentariyaga kimning uyi zo'rligini yozib qo'yinglar. Silver or mana bu. Ay, oyog'im dedim. Ahmoq Dino. O'zing shu. Endi do'stlar nima qilamiz? Eng zo'ri, eng qiziqarlisi do'stlar. Mana do'stlar. Bile. Ozgina. Sirli joylarni qo'shib qo'y. Sirli joy kerak emas. Har kim o'zicha qilsin. Xo'pmi? Sirli joy bo'lmasa, balingdan yeb qo'yaman. Do'stlar, kimni obunachisi ko'p, bu haqida ham hali nima qilib o'tamiz. Agarda shu video 50 ta like bo'lsa, sizlarga keyingi videomizda Pixel Combat o'yinini o'ynaymiz. Nimaga degan? Nimaga dedingizmi? U nima degan dedim-ki, har. Tak do'stlar, kechirasizlar, uzr. Mana do'stlar. Hozir nima qildimmi? Mana nima qildim? Albatta bizlar polimizni ham mana bunaqa bedrockchalardan qurishimiz kerak. Shuning uchun ham bedrock qilishimiz kerak. Do'stlar, hozir mana bundoq. Do'stlar, sizlar mening kanalimga obuna bo'lganlar. Atinikiga ham albatta. Hozir do'stlar, bir narsa tuzayotgan edim, do'stlar, kechirasizlar. Mana do'stlar. Bo'ldi. Men bu pastga, men bu. Mana endi bo'ldi menimcha. Esingda bo'lsin, bomba portlashiga chidamli bo'lish kerak. Bile. Ha? 1, 2, 3. Endi bu yoqdan çık. Bum.
menimcha endi yaxshiroq bo'ldi. Do'stlar, bizlarning bazamiz himoyali bo'lishi kerak. Har kim o'z obunachisi bilan gaplashadi. Agar ikkalamizga bitta odam obuna bo'lgan bo'lsa, bilmadim. Umuman hech kim video chiqarmaydi. Chiqaradi. Men chiqarmayman. Hech kim obuna bo'lmasa. Yo'q. Bitta odam ikkalamizga ham obuna bo'lgan bo'lsa, chiqasaman. Billah. ha ne bo'ldi? Ne bo'ldi yorim? Ne bo'ldi söyle. Billah. Ne bo'ldi yorim? Ne bo'ldi söyle. Bizga mana bu kerak. Yo'qdirmiz. Ne bo'ldi yorim? Ne bo'ldi söyle. Mana bundan albatta olamiz. Aytgancha qanaqa bo'lmaymiz. Mana buni bitga qo'yamiz. Sizlar ko'ryapsizlar o'zingiz ham. Chotki do'stlar, endi eng yaxshi va eng chiroyli narsani qo'yamiz. Agar yoqsa kommentga go. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Yo'q, juda ham ko'p qismi chiqadi. To'g'rimiki? Voy, do'stim demoqchi. Kechir. Ne bo'ldi söyle, ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi söyle. Mana do'stlar. Kechirasizlar, otasizlik uchun men bunaqa qilib polni mana shundoq qilmoqchiman. Nima desam bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi menimcha. Ne bo'ldi yorim, ne bo'ldi? Ko'chirish yo'q. Men ko'chirmayman. Men shunchaki kanalni bezatdim. Agar do'stlar qaranglar, meni ham kanalim bor, to'g'rimi? Agar u menikidan ko'chirilgan bo'lsa, yozinglar kommentga ko'chirdi deb. Xo'p, ko'ringlar uning videosini va kommentga go yozinglar, darrov yozinglar. Xo'p, agar ko'chirgan bo'lsa, shuningning o'zida sochimni kalga oldiradi. Xo'p, qanida bor. Men qaraytay efakim. Yo, Fatamiga salom do'stlar deydimi? Qara, men bu silver bo'lku, ana shu video boshlamasidan yo, Fat. Do'stlar, xayr, ko'rishguncha bu videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Ya'ni meni qurganim ikkinchi qismi albatta chiqadi. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Davay, kanal olg'a do'stlar. Aytganda kanalga like bosinglar albatta.